Vay ben telefon koyayım abi. Vay. Oy! Samira Aqbiliq, yo'qolib ketdingizmi? Vay men şu aldıra şöp qaldım azroq ishlar bilan. Yo'qmas, siz 2 soat, 3 soat bo'ldi. Men bog'chilikni qo'g'lab chiqaryapman meni. Vay. Voy, ostara qilganimda qo'pol. Kim o? Nima osti nereden nima ish qilib? Vay, satrashxonada. Ha, satrashma. Satrashxonadadim. Ams o'rnimni aytib beraklamsizmi shayga? Ha, ma'qul. Men hozir boray. Ma'qul, men berib satrashni o'zim nima qilmayman. Ma'qul. Voy, ostara qilganimda chechim toz qo'yatmamdi. Elim bir mun chechim julib oldingiz. Bu shaylik deganman, ish tugmaydigan qilgan bu. Qanday chechimiz chiroyli qo'yibdi-ku? Xel top qapti o'jmi? Xel qo'lingizdan ipaka bo'lmasa. Lekin sal mayliqmi ha? Ha, şu mayliq chechim. Uning ustiga yaqin oyoq xizmat besimim eshib ketyapti. Chechim bek to'l tushadigan bo'lib qoldi, qarang. Ta'sirman, o'tcha sukundak yaxshi. Cho'qim o'lim bo'ldi. Voy. Yaxshimi akam, chizliqmi? Ha, keldingizmi? Tugdimi ya? Tugabmi qoldi, chechim juvaslam tugaydi. Ya bu men chashni juyitlam da, kim juyit chashni? Men. Ukamsiz chash juyammi? Yo'q, sizga nima qoida ejanim, ukam xotin haqin pul hüner tanishib berdi. Bu chash degan bu ayol kishining chechini ayol kishi jumamda. Valla, biz namaga chiqib puchuyirga yasamanmi, kunni chirib bersak? Jon, bo'ldi qilasizmi? Chaq. Chiroyli malakam bor. Sizning bugun shuni qolsa tavankan afkam, antenalar tassanglab qopta. Ammo asal tiklishib ketgan bor ish var ekan sizga. Biz namaga denshik o'xshaydigan malakam bor. Nima endi? Ama çak qilib qo'ydim ukam, chaqni julasangiz. Qandaylik supini ishlatib qolgandim. Qanday ular, lekin sal qimmatmi u supun? Ha supon? Baya bir choy supun tavsiya qilgandi shu. Shuni jub boqaymki deb o'ylayapman. Bu men sizga bayam sovuqni shu supon qo'cha supon qanday sherik supon qaras? Qaras oyoq qo'yib qo'yganda. Mana Ashalakilar. mana. Esim. Mana mavolish chash supon mavol. Şerifden buna can şaptıl meyazın hocam afgan mavaman meyazma beden supunu batıxı ma meyazda bizukta helemler var manın melhem şu bar manda supu işletmemizler afgan aqchan elqa büyüttonda 30 kilo çıkıdığan 13 koy 9 malık 1300 başın yüzden supunu Boldu qılğan di. Ya çaq qo'ydim omaq bor ekan mani ishlatib taqim afgan Mişi maqtab ketgan supuniz bir ishilib baqaydi. Maqulman ila. Ama omaq bor ekan tugunchak Vay bo'ldi o'tiringiz. ma'qul ukam sen dikkat qilinglar nima qo'l boshqa ketganmisan achashniroq yonglar Ola chash ekan-da bola qanday bo'lamdi ya Ha, shunda payz qo'yib ichishtirim xushbiroq shunda pichit. Xerida razı oldu deb men deymiz ukam qaylar mana shunami ya Qancha pul oldi? Ya men pulga yerda qancha pul oldi deb pulga olib ham yerda shundami necha pul oldi 199 ko'y oldi. ukam siz chashkaslimi yo sarji kaslim bu yerda Chashni yo'liq emasmi? Kimning so'punida 99 ko'yliq suvda ukam va 100 yerda biraz munchiq tushmas. Ondan saradim kapida pancholar qo'yib ketmay ukam. Nima ya? Qani mavzusi? Mana 99 ko'y avatib qo'yib ukam. Razlar hisob qilinmoqmi ya? Oldingizmi so'punni? Ha, oldim. Shular yo'q supun nimish olmaydi. Ha, deyman. Sizlar bir ishlatingizmi ukam do'konda razı qilinamiz. Ma'qul. Şerif yurishlik chach asrash yuyish mahsulotlarimizga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Aloqalashish telefon nomeri 131 79 94 32 52.